Bugun sizlarga Sanuzela qimmat kosmetikasini obzor qilib beraman. Birinchi navbatda unitaz uchun aynan mana shunaqa penkalar. Xuddi shunaqa ko'pirtirib yuvamiz. Suvga tushganida vush qiladi. Qarabsizki, voyla. Endi navbat pastaga, voy uzr, maskaga. Buning uchun bizga pinka eng zo'r masajori kerak bo'ladi. Sanuzela chirk poralarni ochishga aynan shu masajor yordam beradi. Ana endi oyna yuziga uhud qilamiz. Buning uchun bizga pitательный sprey kerak bo'ladi. Boshida masaj qilganingiz kabi bir tarafga qarab harakatlaning. Oyna artadigan haqiqatda bomba. Sochig'i o'zidan umuman iz qoldirmaydi. Pink nabori 30 xil mahsuloti bor ekan, ammo men hozircha 5-6 tasini ishlatdim, ammo natija a'lo darajada. Sochiqlar suvni yaxshi shimadi. O'zidan aslo iz qoldirmaydi. Hammom uchun ishlatiladigan spreyga alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Metall yuzalarni aynan shu sprey yaraqlatadi. Ishtiyoq bilan mazza qilib Sanuzelalarni betini ochasizlar. Qayerdan olganimni kommentariyada qoldiraman. Bugun sizlarga Sanuzela qimmat kosmetikasini obzor qilib beraman. Birinchi navbatda unitaz uchun aynan mana shunaqa penkalar. Xuddi shunaqa ko'pirtirib yuvamiz. Suvga tushganida vush qiladi. Qarabsizki, voyla. Endi navbat pastaga, voy uzr, maskaga. Buning uchun bizga pinka eng zo'r masajori kerak bo'ladi. Sanuzela chirk poralarni ochishga aynan shu masajor yordam beradi. Ana endi oyna yuziga uhud qilamiz. Buning uchun bizga pitательный sprey kerak bo'ladi. Boshida masaj qilganingiz kabi bir tarafga qarab harakatlaning. Oyna artadigan haqiqatda bomba. Sochig'i o'zidan umuman iz qoldirmaydi. Pink nabori 30 xil mahsuloti bor ekan, ammo men hozircha 5-6 tasini ishlatdim, ammo natija a'lo darajada. Sochiqlar suvni yaxshi shimadi. O'zidan aslo iz qoldirmaydi. Hammom uchun ishlatiladigan spreyga alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Metall yuzalarni aynan shu sprey yaraqlatadi. Ishtiyoq bilan mazza qilib Sanuzelalarni betini ochasizlar. Qayerdan olganimni kommentariyada qoldiraman.